Mana kovboylar pistoletini qaranglar. Mayda kimnidir patinkasini yarimi yotibdi-yu. Kimga agar kerak bo'lsa kommentariyada menga patinkani yarimi kerak deylar, men sizlarga jo'natib yuboraman. Mana uni funksiyasi nima ekan akalar? Bu krushkamikan yo garshoymikan onayni nima? Shuncha ham katta bo'ladimi? Yo birdaniga ikki funksiyada ham ishlatsa bo'larmikin ha? Ayollar, Amerikada ham ayollar tinmay vala qilib turishibdi, lekin mashitgacha kelyapti ishoninglar. Qaysidir biri ham qo'ltig'iga shu antiperspirant ishlatmaganmi deyman, tug'ilganidan beri bilan. Lekin bez sarkazm, bez prikol aytaman akalar, eng chiroyli, eng toza o'ziga qarab yuradigan qizlar bu o'zimizni o'zbek qizlar ekan. Bularda shuncha sharoit bo'lsa ham bilad bir o'limli hidi kelib turadi ba'zilaridan. Lekin oxirgi paytda akalar juda ham ko'p shirinlik yeydigan bo'lib qolganmi? Mana nima daf? Men ish qilib shokolad bo'limidamanmi? Buni sovuni bo'lmasmidi? Men hozir Head and Shoulders degan bitta jivachka sotilmayotgan bo'lsa bo'ldi bilad. O'zimizni qizlarga paxta qo'yapti. Niyati buzuq shekilli. O'zbekistonlik akalar, opalar, kelinman aytgan bir chiqib ketinglar. Qaranglar, rasa toza joy ko'p ekan. Mana bilan nima bo'ldi kameraga? Amerikaliklar nima uchun qimmat mashinalarda yurishadi? Qimmat mashinalar bizning tushunchamiz bo'yicha xolos Amerikada bu mashinalar juda ham arzon. Birinchidan, ikkinchidan hammasi kreditga oladi mashinalarni, ammo kredit stavkasi yilliga 5-6% atrofida. Men oddiy qilib sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, bizning Instagramdagi zombilarning orasida rosa mashhur bo'lgan o'sha BMW M5 degan mashina Amerikada 130 ming, 140 ming dollar atrofida bo'ladigan bo'lsa, uni rassrochkaga oladigan bo'lsanglar 5 yilga yillik stavkasi bilan 5-6% ga sizlarga oyiga 1000 dollar, 1200 dollar atrofida tushadi. Oyiga 1000 dollar, 1200 to'lash uchun qanaqa ishda ishlash kerak? Mana men oddiy dvornik bo'lib oyiga 5000 dollar pul topaman. Trakchi akalarimiz esa oyiga 20 minggacha topishadi. Bu degani hattoki dvornik ham Amerikada o'ziga любой mashinani pozvolyat qila oladi. Masalan, nima kelib chiqadi akalar? Birinchidan bularda hayoti mazmuni, o'sha intiladigan narsasi bu mashina olish emas. Ikkinchidan 37% ga kreditga mashina olib topgan tutganni cash kreditni to'lash bilan ora bo'lib o'zini baxtsiz his qilib, lekin soответственно yo'llarda o'zidan sal mindayroq mashinada yuradiganlarni kamsitib kibrlanish degan narsalar bo'lmaydi. Uchinchidan akalar, любой absolutно 7 bo'ladimi? Xohlagan harfinglar kod deb yozib olasizlarmi? Nomerlarga ahamiyati yo'q. Hamma nomerlar narxi bir xil, 50 dollar, 10 million, 100 millionlarga nomerlarni olib, shu narsa raqam bilan suka raqam bilan faxrlanib yurmaydi. Faxrlanib raqam bilan onasini emsin. Oh men kariz olyapman. Chupapi muñaña.
Aka, ateistmisiz? Ko'p videolaringizda gaplaringiz kelishib ketadi. Dinni ustidan masxara qilgandek bo'lasiz. Shoshilmasdan javob beraman. Chin ko'ngildagi, qalbimdagi pozitsiyani sizga aytaman. Men ateist emasman. Kimlarni ustidan kulaman. Xudoni bergan ne'mati, Xudoni bergan mo'jizasi deb tabiatni gapirib, borib turib musor qilib chichib keladiganlarni ustidan kulib gapiraman aka. Kibr qilmaylik, odamlarni kamsitmaylik deb turib, mashinasi nomeriga qarab yoki kelib chiqishiga qarab turib, kamsitib, xarib deydigan gaplarni ishlatadiganlarni ustidan kulaman. Yoki o'ranib olib, lablarini katta qilib ishirib, maytlarga hollarini qo'yib, har bitta so'zlarini orasida mashalloh deydiganlarni ustidan kulaman. Yoki yechim olib, yarim yalang'och yuradiganlar anu Abu Dabidagi Zayd shayxini masjidiga, oq masjidiga borib o'ranib olib, mana qilib rasmga tushadiganlarni ustidan kulaman. Aka, qisqa qilib aytganda 200 lamachilarni ustidan kulaman, brat. Sizlar Instagramda o'rganib qolgansizlar, har xil diniy gaplar gapirish videolarga chiqib olib, bunaqa diniy so'zlar ishlatish, kommentariyalar yozish. Endi gapirmay qanaqa kommentariylikni o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Haqiqiy din, haqiqiy e'tiqod bu qalbda bo'ladi, ommaga olib chiqib ko'rsatishda emas. Qancha bu narsani ko'rsatsang, shuncha dishoviylashasan. Qalbingdagi narsa sen va yaratguvchi orasida bo'ladigan narsa, uni ommaga chiqarish shart emas. To'g'ri, og'zim ancha bunchalarkidan shalaq bo'lishi mumkin, so'kinishi mumkin, lekin o'sha joyi o'zida ham aytaman, qalbimdagi iymonim ancha bunchalarkidan ko'ra chuqurroq hamda yaxshiroq akalar.